Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan veb-sayt yaratishni o'rganamiz. Ya'ni u shunchaki kodlar yordamida emas, hozirgi jadallik bilan rivojlanib borayotgan sun'iy intellekt yordamida veb-sayt tayyorlashni o'rganamiz. Ishni birinchi navbatda mana bu yerda bitta papka ochib olamiz. Hozirgi kunda bilamiz, sun'iy intellektlar juda rivojlanib ketgan. Biz nima buyruq bersa shuni bajaradi. Rasm yaratish mumkin, video yaratib berish mumkin, logo yaratib berish mumkin. Juda ko'p savollarimizga javob berish mumkin. Bizga suhbatdosh ham bo'lish mumkin. Uni imkoniyatlari kun sayin oshib boryapti. Shulardan biri o'sha veb-saytimizni aynan shu sun'iy intellekt yordamida yasashni o'rganamiz. Hop, o'zimizga reja qo'yib olaylik, qanday veb-sayt yaratishni ko'ramiz. Bugun o'quv markazimiz uchun, keling mana shu Impuls IT akademiyasi uchun veb-sayt tayyorlashni ko'raylik. Ya'ni uni biz ideyamizni aytamiz, sun'iy intellektga qanday bo'lish kerak, nimalar bo'lish kerakligi haqida biroz ma'lumot beramiz va buyruqni chiroyli qilib beramiz. U bizga veb-sayt tayyorlab beradi. O'sha veb-saytni qanday qo'yishni, sun'iy intellekt yordamida qanday qilishni ko'ramiz. Keyin u yerda veb-saytimizdagi ma'lumotlar, ya'ni hamma veb-saytlarda forma qismi bor. Nomer, elektron pochta ma'lumotlarini qoldiradi. O'sha qismidagi ma'lumotlarni esa bizda Telegramdagi botimizga kelib tushadigan qilamiz. Umuman olganda loyiha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni veb-sayt va undagi ma'lumotlar esa bizda Telegram botimizga kelib tushadigan qilamiz. Papkamizga hop Impuls veb-sayt deb qo'yaylik. Veb-sayti. Uning uchun bizga nima? Mana bu tray degan editor kerak bo'ladi. Uni kiramiz, aynan shu papkani ochib olamiz. Bu tray qanday editor desalaringiz, hamma biladi Visual Studioni. Bu tray Visual Studioga deyarli o'xshash, deyarli bir xil, faqat bunda sun'iy intellekt ulangan. Hop, fayl qismiga kiramiz, open folder qilib, mana bu eski loyihamiz Impuls veb-sayti degan papkani ochib olamiz. Bu tray editori, bu yerda to'liq hamma sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan. Alohida ChatGPTdan so'rab yozish shart emas. Shu yerda o'ziga bemalol ma'lumotlarni savollaringizga shu yerda o'zi javob olishingiz mumkin. Bu papkamizni ochib oldik. Mana ki Impuls web degan. Hop, bu yerga nima qilamiz? index.html degan fayl ochib olamiz. Hop, mana bu yerga aytyapti, sun'iy intellekt yordamida Collaborate with Tray deb qo'yibdi, ya'ni sun'iy intellekt bilan birga ishlayapti. Biz shu yerga to'liq qonunli veb-saytimizni nimalar bo'lishi kerak, nimalar qo'yish kerakligini chiroyli qilib tushuntiramiz va bu bizga tayyor veb-sayt yaratib beradi. Birinchi yozsak Impuls IT akademiyasi uchun veb-sayt tayyorlab ber deymiz. Bu yerda qanchalik aniqroq va chiroyliroq tushuntirsangiz, shunchalik aniqroq va siz xohlayotgan veb-saytni yaratib berishga harakat qiladi. Men bu yerda hozir umumiy ma'noda nimalar bo'lishi kerakligi haqida ma'lumot berib ketaman bunga va shu ma'lumotlardan foydalangan holda veb-saytimizni tayyorlab beradi. Impuls IT akademiyasi uchun veb-sayt tayyorlab ber. Akademiyamiz asosan 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlarni robototexnika, web dasturlash, ya'ni bizning Impuls IT akademiyamizda asosan 4 ta yo'nalish bor. Robototexnika, web dizayn, vizual dasturlash hamda sun'iy intellekt va grafik dizayn yo'nalishlari bor. O'shalar haqida ma'lumot berib ketyapman. Robototexnika, web dasturlash, vizual dasturlash va sun'iy intellekt, vizual dasturlash, sun'iy intellekt, grafik dizayn kurslari mavjud dedikda. Endi formadagi
ma'lumotlarni formaldagi ma'lumotlarni qavs ichiga ismi, yoshi, telefon nomeri, savollari deb qo'yaylik. Savollar, ya'ni ismi, yoshi, telefon nomeri hamda savollarini o'sha ma'lumotlar, formadagi ma'lumotlarni Telegram botga yuboradigan qilib deb so'rab yubordik. O'zi bundan-da to'liqroq qilib ham yuborsak bo'ladi, ya'ni aniqroq, to'liqroq qilib yuborsak ham bo'ladi. Hozir men qisqacha shunchaki so'rovda ham juda mukammal tarzda so'rov bermadim-da, shunchaki oddiy so'rov berib yuborishga harakat qildim. Mana bu yerda mana to'laqonli veb-saytda bizga yaratib beryapti. Kurslar bo'limi, section. Apply qilsak, mana script degan JavaScript faylni ochdik, accept qilamiz. Mana bu apply tugmasini bosdik ma'lumot uchun. Style CSS uchun apply bosamiz. Style CSS degan CSS faylni ochib berdi. Accept qilamiz. Keyin yuqoriga chiqamizda indeksga apply qilamiz. Indeksni avvaldan ochib qo'ygan edik. Accept qilamiz. Bu yerga keladigan bo'lsak, xo'p, mana style ulangan ekan. Mansara bilan shift ham ulangan ekan. Font awesome ham ulangan ekan. Qayoqqa bergan ekan? Xo'p, endi buni ko'ramiz. So'ngcha o'ng tarafini bosamizda open with live server qilamiz. Bizda live server o'rnatilgan. Live server o'rnatish uchun esa mana bu yerga kelib turib extension store kelib turib live server desangiz chiqib keladi. Men live serverni avvaldan o'rnatib qo'yganman, mana aka. Live serverni o'rnatib olsangiz, shunchaki mana bu index.html ga kelib turib, so'ngcha o'ng tarafini bosib, open with live server qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri brauzerda ochib yuboradi. Real vaqtda qanday o'zgarishlar bo'lsa, birdaniga avtomatik tarzda o'zgarishlarni shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana aka, ajoyib veb-sayt tayyor bo'ldi. Mana aka, farzandingiz kelajagini bilan qurishni boshlang. Impuls IT akademiyasi 7 yoshdan 17 yoshli bolalar uchun, 7-17 yoshli bolalar uchun zamonaviy IT ta'lim markazi ro'yxatdan o'tish. Ajoyib veb-sayt. Hop, ism familiyamizda. Hozir kiritganimiz bilan ma'lumot yuborilmaydi. Qiziqtirgan kurs. Ajoyib, mana hamma narsalarni hatto men xohlaganimdan-da ziyod qilib chiqarib bergan. Mana biz haqimizda hatto animatsiyalar ham bor. To'g'risi menga o'zimga ham juda yoqib qoldi bu veb-sayt. Buni sal o'zgartirib, Impuls IT akademiyasini asosiy veb-saytiga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. Juda ajoyib. Skriptga o'tamiz. Skriptga o'tganimizdan keyin mana bu yerda biz your telegram bot token deb qo'yibdi, your chat id deb qo'yibdi. Yangi telegram bot yaratamiz va uni tokenni olib kelib shu yerga qo'yamiz. Keyin o'zimizda chat idimizni olib kelib turib shu yerga qo'yamiz. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu yerga kirib, telegramga kiramizda, bot fazliga kirib turib, bot komandasini beramiz. Ya'ni /new bot deymizda, mana bu yangi bot yaratib, botning nomini beramiz, keyin uni username'ini beramiz. Men avvaldan yangi bot yaratib qo'ygandim. O'shandan foydalanamiz hozir. Siz o'zingiz yangi bot yaratib, o'sha tokenni olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana yangi bot tokeni bor menda avvaldan. O'sha botni tokenni qo'yaman mana bu yerga. Ko'chirdim. Endi chat idni men avval olgandim. Ya'ni mana shu bot orqali olsangiz bo'ladi. Chat id info botga kirib turib, shunchaki start bersangiz, bu yerda chat idni olasiz. Bo'ldi. Tokenni va chat idni qo'ydik. Endi bitta saqlanib qilamizda.
Mana bu yerga o'tib bitta refresh qilib olamizda. Mana aloqa bo'limiga o'tamiz va ism familiyamiz. Bahromjon Ro'ziyev. Yoshi. Biz yoshni belgilamagan ekanmiz. Eng kichkinasi 7 qilib qo'yibdi, qarang. Shu narsalargacha hatto e'tibor qaratgan. 15 yosh deb qo'yaylik. 15 emas, haqiqatan 27 yosh deb qo'yamiz. Telefon nomerimizga +99 899 123 45 67 deb qo'yaylik. Qiziqtirgan kurs. Deb dasturlash, savollar qismiga esa men shu kursda o'qimoqchiman. Yuborishni bitta bosamiz. U yoshingiz 17 yoshdan kichkina yo shunga teng bo'lsin deyapti. 17 yosh belgilaymiz, sizning so'rovingiz muvaffaqiyatli yuborildi. Bu yerga kelamiz. Hop, bot fazlariga video dars uchun bot yoshina kiramiz va ma'lumotimiz keldi mana. Yangi so'rov. Kurs web, men shu kursda o'qimoqchiman. Bu ma'lumotlar avvaldan yuborgandim, bunga e'tibor qaratib o'tmaysiz. Mana ke. Hozir yana bitta so'rov yuboramiz. Zokir Ismoilov, yoshi 15 ta bo'la qolsin. Telefon nomeriga 99899 999 99 99. Qiziqtirgan kurslar robototexnika. Men shu kurs bo'yicha kursda o'qimoqchiman desak, yuborishni bitta bosamiz. Sizning so'rovingiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Okey. Qaraydigan bo'lsak, mana ga. Telefon nomer, yoshi, hamma ma'lumotlar kelib tushdi. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan darslarimiz shulardan iborat edi. Mana bu yerdagi ma'lumotlarni o'zingizga to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, to'laqonli shunday kodga kirib, index.html ga kirib turib, bemalol to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi o'zingiz. O'zgartirmoqchi bo'lgan joylaringizni hammasini, uni dizaynni sal o'zgartiraman desangiz, CSS'lar mana bu yerda joylashgan. Script mana JavaScript kodlari esa mana bu yerda joylashgan. Buguncha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosing, savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.